Bugungi kunda mamlakatimizda sport sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ayniqsa yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratilib, ularning jismonan sog'lom, ma'nan yutuq va vatanparvar ruhda tarbiyalash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan qator qaror va farmonlar, jumladan jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish, futbol infratuzilmasini modernizatsiya qilish, bolalar va o'smirlar sport maktablari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan hujjatlar bu boradagi ishlarning huquqiy asosini mustahkamladi. Xususan, davlat rahbari tomonidan imzolangan O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon hamda sport sohasini qo'llab-quvvatlashga doir qator qarorlar hududlarda zamonaviy futbol akademiyalari tashkil etilishiga keng yo'l ochdi. Ushbu hujjatlar asosida professional klublar huzurida yoshlar tizimini mustahkamlash, moddiy texnik bazani yangilash, xalqaro standartlarga javob beradigan maydon va inshootlar qurish vazifasi belgilab berildi. Ana shu ezgu tashabbuslarning amaliy ifodasi sifatida viloyatimizning Buxoro shahrida yangi futbol akademiyasi barpo etildi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Buxoro futbolining tarixi, buguni va kelajagi haqida bugun siz bilan dastur davomida va bundan tashqari mutaxassislarimiz bilan, murabbiylar bilan samimiy muloqot qilamiz. Dasturimizni kuzatib boring. Buxoroda 1960-yilda Buxoro jamoasi tashkil etilgan. 1989-yilda Nurafshon futbol klubiga aylantirilgan. Klub 1996-yilgacha Nurafshon deb atalgan bo'lsa, 1997-yildan boshlab o'zining asl nomi Buxoroga o'zgartirilgan. 2009-yilgacha jamoa uzluksiz O'zbekiston Oliy Ligasida o'ynagan. Bu davrda Buxoro klubi mavsum yakunlariga ko'ra, asosan turnir jadvalining o'rtalarida yoki oxirida 5-o'rindan 15-o'rinlarni egallagan. 2009-yilgi mavsumda Buxoro so'ngidan oldingi 15-o'rinni egallab, O'zbekiston chempionatining 1-ligasiga tushib ketdi. 2010-yilda Buxoro 1-liga g'olibiga aylanib, So'g'diyonadan 8 ochkoga o'zib, Oliy ligada o'ynash huquqini qaytarib oldi. 2011-yilgi mavsumdan boshlab Buxoro yana Oliy liganing doimiy ishtirokchisi bo'ldi. 2020-yilgi mavsum yakuniga ko'ra, Superliga jadvalida 12 ta klub orasida so'nggi o'rinni egallab, Pro ligaga yo'l olgan. 2021-yil 19-martda Buxoro klubi ramzi o'zgartirildi. 2021-yil 13-iyulda yana Nurafshon professional futbol klubi deb nomlandi. 2022-yil Buxoro klubi Pro ligada Andijonning Andijon klubidan 7 ochko ortda qoldi va 2-o'rin bilan O'zbekiston Superligasiga yo'l oldi. Bugungi dasturimizning suhbatdoshi ustozimiz Buxoro viloyat futbolining tirik tarixlaridan biri. Sulaymon aka, rahmatli bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sulaymon aka, albatta bugun dastur davomida muxlislarimizni Buxoro viloyati futbolining tarixi, buguni va kelgusida erishiladigan natijalar, rejalar haqida suhbatlar olib bormoqchimiz. Xo'p, Buxoro viloyati futbolining tarixi haqida nimalar ayta olasiz? Endi biz yoshlik paytlarimizda bizga endi bitta stadion biz bilar edik. Misol uchun avvalgi yillar o'sha paytlar sharoit ozgina bu darajaga emas edi. Bor stadion, bor maydonlar bor, lekin e'tibor bunaqa yo'q edi. Hozir har bitta mahallaga stadion bittadan maydonlar. Faqat to'g'ri ishlash kerak, to'g'ri mutaxassislarni joyiga qo'yish kerak. O'sha mutaxassis ham o'qituvchi bo'lsin. Bolalarga faqat futbol emas, unga ta'lim, tarbiya, tartib, intizom, qayergadir ko'rmaganni bu murabbiydan, meni fikrim, murabbiydan yaxshisini olish kerak. Ana o'shanda futbolchilar yoki o'sha sportchilar bir narsaga erishadi. Prezidentimiz o'zlari qiziqib, o'zlari duo qilib o'tiribdilarki, shuncha stadion bo'lyapti. Futbolga e'tibor berganlarida futzal chempionati, jahon chempionati bizga o'tdi. Ana katta futbolimiz, xudoga shukr, jahon chempionatiga, ya'ni 35 yillik orzu. Albatta, u stadionga faqat bir bizga ana mutaxassis sifatida nafaqat bir ko'rsak, o'sha bizning bolalarimiz, o'zbek bolalari chiqib, ulardan bir narsani biz olib bilamiz. Borib ko'rgan jarayondan biz bir narsani olib bilamiz. Ya'ni insonni nima xursand qiladi? Misol uchun o'zimizning futbolist yigitlarimiz ham, futbolchi, sportchi yoshlarimiz ham chet davlatlarga borib, albatta, jamoalarda ishtirok etyapti. Albatta, ular bizga bor, hali ham bor. Hali ham undan ham zo'ri bor. Ana misol uchun Maradona deydilar, boshqasi deydilar, Messi deydilar, bizga ham bor ozgina. Faqat bizga Husanovni qarang, Abduqodir
Usonovni. Hozir hamma Abbos, Fayzullayev. Lekin ishlash kerak, o'sha tartibni bilish kerak. Ana o'shalar hozirgi bizning yoshlarimizga ular maktab. Ana o'shalardan nimadir olib maktabni rivojlantirish kerak. Ana o'shanda o'sha bizning futbolimiz yana bundan ham rivojlanishi mumkin. Ya'ni davlatimiz rahbari qaratayotgan e'tibordan tarix takrorlanmoqda yana. Ana shuni takrorlash uchun, tizimli bo'lish uchun har bir kishi havasi bilan mani fikrim ana shu futbolga keldimi, любой sportga, qaysi sportni xohlamasa, yuragiga vatanparvarlik, fidoyilik bo'lsa, u o'tadi hamma joyga. Jahon chempionatiga ham orzusiga yetadi. Lekin nima deydilar, yuzaki bo'lsa biror narsa, sport asosan sport faqat fidoyilikni yaxshi ko'radi. Kim mehnatkash, fidoyilik o'sha chiqadi. Tamom. Mahallalarga maydon kim o'shani qiladi? Davlatimiz rahbari, prezidentimiz aytdilar, ana qarorlar chiqdi, farmonlar chiqdi. Hammasi Xudoga shukr bo'lyapti. Mana ustoz o'zimiz ham ommaviy axborot vositalari orqali futbol musobaqalarini, turli xildagi sport musobaqalarini yoritib boramiz va yaqindagina bo'lib o'tgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogida har bitta tumandan, har bitta mahalladan yoshlar ishtirok etdi. Ularni mana shu sport sohasidagi, futbol sohasidagi faoliyatlarini qanday baholaysiz aynan yoshlarimizni? Birinchi yil o'tkazganlarida shu DXX kubogini har kim har xil unaqa qildi. Qachonki ular ko'rdilarki, natijasi zo'r. Natija qanaqa? Yaxshi o'ynaysizmi? Sizga yaxshi mukofot beradi. Hozir ana mahallalar, tumanlar harakat qilyapti. Jamoani mini futbolga taxlaylik, jamoani katta futbolga taxlaylik. Bolalarga o'sha biladiki, ular shu agar yutsa, viloyatga, tumanga, shu musobaqaga yutsa, qanaqadir bularga mukofotlash, rahbarlantirish borda. Rag'bat bor. Rag'bat bor. Lekin ikkinchisi shuki, ana shu bolalar o'zi ishondi. Shu musobaqa chiroyli o'tadi, xolisona o'tadi. Ana bunisiga hamma ishongandan keyin chiqadi. Bir kun o'tkazib, ikkinchi kun boshqa xil qilib, uchinchi kun umuman, ya'ni boshlangach oxiriga yetkazildi va kuchlilar saralab olindi. Saralab olindi. Ana o'sha yerdan ikkita yosh qizcha futbol jamoasiga tushdi. Bitta har bitta sekin agar shu ishni yo'lga qo'ysak agar ko'rasiz, tumanlarga ham qanaqa ayollar futboli bo'ladi. Ular erkaklarni gapirmayman. Erkaklar undan ham zo'r bo'ladi nasib bo'lsa. Bizga hozir ana shu musobaqani bizga nusxa, bizga qolib. Har bitta musobaqa, viloyat musobaqasi, tuman musobaqasi, shahar ana shunday o'tsa, bola ishonadi sizga. Futboliga, sportiga ishonadi. Mazkur maskan viloyat futbolini rivojlantirish, yosh iste'dodlarni kashf etish va ularni professional darajada tayyorlashga xizmat qilmoqda. Akademiya zamonaviy loyiha asosida qurilib, barcha qulayliklar bilan ta'minlangan. Majmua hududida tabiiy va sun'iy qoplamali bir nechta mashg'ulot maydonlari, zamonaviy yoritish va sug'orish tizimlari mavjud. Bundan tashqari trenajyor zali, tiklanish hamda sport tibbiyot xizmati yo'lga qo'yilgan. Nazariy darslar uchun multimedia uskunalari bilan jihozlangan o'quv xonalari tashkil etilgan esa yosh futbolchilarning taktik va intellektual tayyorgarligini oshirishga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda Buxoro viloyatida futbol sohasida katta ishlar olib borilmoqda. Buning yaqqol misoli bu Buxoro shahri o'sha Xalqlar do'stligida ko'chasida qurilayotgan yangi futbol akademiyasi misol qilsak bo'ladi. Bu futbol akademiyamizda infrastruktura bo'yicha 105 ga 68 o'lchamli katta stadion, zamonaviy chiroqlar o'rnatildi. 200 o'rinli yotoqxonamiz bo'ldi, 100 o'rinli oshxonamiz bo'ldi. Bu stadionlarni o'z ichiga 105 ga 68 o'lchamli sun'iy qoplamali standart FIFA talablariga javob beradigan maydon bo'libdi. O'quv mashg'ulotlar maydoni, tabiiy chim va ajriqlik maydonlar bo'libdi. Bundan tashqari zamon talablariga mos, zamon talablariga javob beradigan trenajyor va fitnes zallar bo'libdi. Sport zal, 24 ga 48 o'lchamli sport zal. Bu sport zalimiz o'z ichiga o'sha tablodan tashqari LED ekranlar bilan jihozlandi. 320 kishilik muxlisga mo'ljallangan, 12 ta VIP personaga ham mo'ljallangan zamon talablariga mos sport zal qurib bitkazildi. Hozirgi kunda yakuniy qurilish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari
futbol akademiya tarbiyalanuvchilari uchun qulaylik yaratish maqsadida, ularni darajasini oshirish maqsadida akademiyani ichidan tashqariga chiqmasdan o'quv sinfxonalari tashkil etyapti. O'quv sinfxonalari tashkil etilgandan keyin o'quvchilar ertalabki mashg'ulot va kechki mashg'ulotlarga bemalol chiqib shug'ullansa bo'ladi. Bu yana bolalarni qo'shimcha rivojlanishiga turtki beradi. Akademiyamiz hududida qo'shimcha nimalar bo'ladi? Bo'sh hududlarda futbol shaharchasi qurilish rejalashtirmoqdamiz. Individual mashg'ulotlarni olib borish uchun zonalar qilmoqchimiz, workout zona qilmoqchimiz kelajakda. Bugungi kunda ko'plab viloyatimiz misolida olib qaraydigan bo'lsak, turli xildagi sport inshootlari, futbol maydonchalarining yuqorida ta'kidlab o'tdingiz. Xo'p, Buxoro viloyatida qad ko'targan futbol akademiyasi haqida nimalar deya olasiz? Ana futbol akademiyasini boshlagani men o'zim bilaman Shofirkondan boshlandi. Shofirkonga agar Shofirkon borgan bo'lsangiz, u yerga искусственный поле shunaqa tashkil qilindiki, faqat u yerga tribuna qo'ysangiz, Superliga ham u yerga o'ynashi mumkin. Ana shunaqa standart taxlatlar. Bir tomoniga tabiiy qoplamali maydon. Boshiga qiynaldi. O'sha akademiya juda qiynaldi. Ana hozir nasib bo'lsa shaharga ko'chadi. Ana endi o'sha yerga murabbiylar, ana endi boshqa murabbiylar ishonayaptiki, shu shogirdlarini o'sha yoqqa beray. Ishlaydigan murabbiyga berish kerak. Bir bola bor, misol uchun unga faqat e'tibor o'sha bolani o'sha akademiyaga ushlab tursangiz, ertaga kelajakni ko'rasiz. Lekin uni bir kun shug'ullantirib, 2 kun dam berib yursangiz, undan rezultat yo'q. U bola o'zicha talant bo'lib qoladi, shu qolishiga qoladi. Akademiyaga bu yerga kelganda ovqati bepul bo'lsa, formasini bersa, hammasini qarasa, o'qish yerga hammasi bepul bo'lgandan keyin bu yerga ana o'shanaqa yaxshi talant bolalarni olish kerak. Bizga ko'p bunaqalar. Bu yerga biz qarib 80 ta 50 ta bolachani ko'rdik. Ular bilan ishlash kerak. Ana endi olgan bolalarni akademiyaga biz oldik. Ana bu qolganlarni murabbiylarga aytdik. Bu bola bilan ana bunday ishla. Unga vaqt kerak. Bir xiliga 1 oy, bir xiliga 2 oy, bir xiliga 1 yil kerak. Lekin 1 yildan keyin u hammadan ham zo'r bo'lib ketishi mumkin. Ana o'sha bizga ana shu tizimni hozir qo'yapmiz. Agar shu tizim ishlasa, men o'ylaymanki, ana shaharga kelgandan keyin 2 yildan keyin shunaqa talantlarni ko'rasiz. Haqiqatan yillar davomida ya'ni erishilgan natijalar, qaratilayotgan e'tiborlardan oqilona foydalanayotgan yoshlarimiz. Ana shu akademiya ana shu uchun. Ana misol uchun futbol maktabi. Futbol maktabiga futbol maktabidan eng yaxshisini oladi. Eng zo'rini futbol maktabidan. Bu yerga ko'radi. Bu yer bola endi bu yerga zo'r bo'lishi mumkin. Bola ular, yosh ular har unaqaga aylanishi mumkin. U yerga zo'r, bu yerga o'zidan uyalchan bo'ladi. Faqat kollektivga, jamoaga qo'shilib ketguncha. Ana o'sha uchun ozgina vaqt kerak hammasiga. Bugun berib, ertaga so'rasak, daraxtimiz ham o'smaydi, mevasi ham bermaydi. Bizda galdagi suhbatimiz aynan Buxoro viloyat futbol akademiyasi sport direktori
Komil aka Samiyev bilan bo'lib o'tadi va aynan ushbu sport turida, aynan futbolda zamonaviy futbolni rivojlantirishga oid qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda va bundan tashqari bugun mana shu tayyorgarlik jarayonlari, musobaqalarga tayyorgarlik jarayonlari qay darajada tashkil etilyapti? Avvalambor assalomu alaykum. Buxoro futbol akademiyasida tayyorgarlik jarayonlari yanvar oyidan boshlandi. Yangi yildan keyin, qisqa ta'tildan keyin musobaqa tayyorgarlik jarayonlari boshlangan. Bizda 4 ta yosh toifasidagi bolalarimiz akademiyalar birinchiligida qatnashadi. Bu nufuzli O'zbekiston Respublikasida eng nufuzli futbol uchun eng nufuzli musobaqa. U yerda klub akademiyalari hamda hududiy akademiyalar jamoalari qatnashadi. 4 ta yosh toifasida, bu 16 yoshdan U16, U15, U14, U13 4 ta yosh toifasida O'zbekiston chempionatida uy safar tizimida o'tkaziladi. Ikki mintaqaga bo'lingan. Bizning mintaqamiz Nukus viloyati Qoraqalpoq Respublikasidan boshlab Samarqand viloyatigacha. Ikkinchi mintaqa bu Toshkent shahar Vodiy mintaqasi hisoblanadi. Bu yerda har bir mintaqada 11 tadan jamoa qatnashadi. Demak, bu musobaqani erta shanba kunidan boshlanadi. Birinchi tur o'yinlarimiz. Ikkita jamoamiz safarga yo'l olsa, o'sha safardan kimlar o'ynaymiz, u raqib jamoaning ikki yosh toifasi bizga kelishadi. Mana shu nufuzli musobaqa o'z tayyorgarlik jarayonlari o'tmoqda. Tayyorgarlik jarayonlarini bemalol ayta olaman, zamonaviy futbol talablari bo'yicha o'tkaziladi. Chunki bizda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi qoshida nufuzli bolalar futboli bo'limi bor. O'sha bo'lim orqali bizga O'zbekiston futbol filosofiyasi ishlab chiqilgan. O'shanga muvofiq biz ish jarayonlarimizni olib boramiz. O'shanga muvofiq tayyorgarlik ko'ramiz. Yo'nalishimiz bor, o'sha yo'nalish bo'yicha ishlaymiz. Undan tashqari futbol akademiyamiz yuqori sinf, ya'ni katta yosh bolalarimiz bor, 18-17 yosh bolalarimiz. Ular uchun O'zbekiston chempionati birinchi ligasida qatnashadi. Jamoamiz bor futbol akademiyadan. Unga ham o'z tayyorgarlik jarayonlari ketmoqda. Unda Toshkent shahriga chiqib o'quv yig'in mashg'ulotini o'tkazish rejalarimizda bor. U chempionatimiz martning oxiridan boshlanadi. Xo'p, bugun aynan Buxoro viloyatida futbol akademiyasining barpo qilinishi mana shu akademiyada ta'lim olayotgan yoshlarni, sportchilarni qay darajada xursand qildi? Albatta xursand qildi va qiziqishni ham juda yuqori qildi. Chunki ko'rib turganingizdek, zamon talablari bo'yicha qurilmoqda. Hamma, men o'ylayman, zamonaviy barcha talablar, sharoitlar mavjud va o'sha uchun bizning hozirgi akademiyamiz ham yomon emas, yaxshi sharoitlarda joylashgan, lekin shahardan sal chetroqda joylashgan. Shaharga ko'chib kelishimiz, bu yerda mana shunaqa atmosfera, futbol atmosferasi yaratilyapti. Demak, qiziqish ham bolalarda, ota-onalarda ham yuqori bo'lyapti. Bu juda yaxshi. Demak, Xudo xolasa, bu yerda men o'ylayman, yuqori sifatli jahon darajasida terma jamoa darajasida futbolchilar yetishib chiqadi. Mashg'ulotlar jarayonida jismoniy tayyorgarlik, tezkorlik va chidamlilik ustida alohida ishlanmoqda. Taktik sxemalar sinovdan o'tkazilib, standart vaziyatlar takomillashtirilmoqda. O'rtoqlik uchrashuvlari orqali o'yin amaliyoti mustahkamlanib, murabbiylar shtabi tomonidan har bir futbolchining statistik ko'rsatkichlari chuqur tahlil qilinmoqda. Yangi futbol akademiyasining ishga tushirilishi klubning infratuzilmasini yanada mustahkamlaydi. Olis hududlardan bugun futbolchi yoshlarni saralash jarayonlari qanday o'tmoqda? Saralash jarayonlarimiz yo'lga qo'yilgan. Biz har hafta oyida 2-3 albatta har bir tumanda o'sha yosh bolalarni saralash bo'yicha seleksiya ishlarini olib boramiz. O'zimizda seleksiya murabbiyimiz bor. U kishi bilan biz o'sha rayonlarga chiqib, sport maktablarida, oddiy maktablarda ham seleksiya jarayonini olib boramiz. U yerdagi murabbiylar bilan doimo biz aloqada. Ularning musobaqalarida, futbol federatsiyasi o'tkazayotgan barcha musobaqalarda seleksiya murabbiyimiz qatnashadi. Bizda jadvalimizda 200 ga yaqin bolamiz seleksiyada turibdi. Seleksiya qilib qo'yganmiz. Endi bu kichkina yosh bolalar asosan va shu bolalarni biz ertaga ekzaminlarga yoki ko'riklarga chaqirib ko'ramiz. Endilikda asosiy jamoa va yoshlar tarkibi yagona sport bazasida shug'ullanib, uzviy tizim asosida faoliyat yuritmoqda. Bu esa farmon va qarorlarda belgilangan vazifalarning amaliy natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, davlatimiz rahbari tomonidan har bir sohada bo'lgani kabi Buxoro viloyatida aynan yoshlarning futbolni rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda va turli xildagi samarali ishlar tashkil etilmoqda. Xo'p, bugun Buxoro viloyatida yoshlar futbolni rivojlantirishga doir qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? Ushbu savollar bilan Buxoro viloyat futbol maktabi direktori ustozimiz Jamshid aka Botirovga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Bugun Buxoro viloyatida yoshlar futbolni rivojlantirishga qanday e'tibor qaratilmoqda? Davlatimiz rahbarining 2023-yil 7-aprelda 115-sonli qaroriga asosan
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi huzurida Buxoro viloyat futbol maktabi tashkil qilingan. Hozirgi kunga kelib futbol maktabida 24 nafar murabbiy va 554 nafar o'quvchi muntazam futbol bilan shug'ullanib kelishmoqda. Seleksiya masalasiga keladigan bo'lsak, demak tumanlarda 11 ta tuman, 2 ta shaharni inobatga oladigan bo'lsak, bizni 10 ta tumanimizda faoliyat olib borayotgan murabbiylarimiz bor. U murabbiylar demak futbol maktabi ro'yxatdagi murabbiylar. Tumanlardagi murabbiylarimiz seleksiya ishlari bilan shug'ullanishadi. Har chorak, har oyda bizga festivallar qo'yilgan. Asosan bu festivallar chekka-chekka tumanlarda umumta'lim maktablar o'rtasida bo'ladi. Va shuni inobatga olib, demak bu yerda seleksiya ham bo'ladi. Seleksiyada iqtidorli bolalarni saralab olib, futbol maktabi ro'yxatiga kiritiladi. Albatta Jamshid aka, javoblar uchun tashakkur. Xo'p, aynan Buxoro viloyat futbol maktabi sportchilari qanday chempionatlarda ishtirok etgan va qanday yutuqlarga erishgan? Futbol maktabi o'quvchilari endi 25-yilni aytib o'taman. O'tgan yilni, hali 26-yangi yilni endi boshladik. Bizga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi taqvim rejasiga asosan futbol maktablari o'rtasida O'zbekiston kubogi hamda O'zbekiston chempionati o'tkaziladi 6 ta yosh toifasida. Bizni maktabimizni yosh futbolchilari, demak, hali aytib o'tganimdek 13 yoshda tug'ilgan o'smirlar terma jamoamiz va 14 yoshdagi jamoalarimiz faxrli 2-o'rinni egallashdi O'zbekiston chempionatida futbol maktablari o'rtasida. Xo'p, yana bir savol bilan yuzlamoqchiman. Bugungi kunda Buxoro viloyat futbol maktabida yoshlar orasida futbolni yanada rivojlantirish maqsadida qanday ishlarni amalga oshirish reja qilingan? To'g'ri savol berdingiz. Bizni rejamiz shundan iboratku, demak, yana prezidentimizning qo'llab-quvvatlovlari bilan ana futbol akademiyalari, futbol maktablari tashkil etildi. Milliy futbol markazi barpo etildi. Shu munosabat bilan men ham aytmoqchimanki, bizning futbol maktabimizning kelgusi rejalari, demak, biz sifatli murabbiylarga va sifatli yosh o'smirlarga qaratyapmiz. Masalan, oldin biz ko'proq ommaviy futbolni tanlar edik. Hozir o'zi sifatiga qarab o'quvchilarni va murabbiylarni qabul qilyapmiz. Ya'ni soni emas, sifat muhim. Sifatiga. Qachonki sifat bo'ladigan bo'lsa, yoshlarimiz musobaqalarda faol ishtirok etib, xuddi shunday. Masalan, murabbiylarimiz ham uni malakasi qanaqa sifatlimi, futbol o'ynagan murabbiylar, futboldan chiqqan yosh futboldan chiqqan murabbiylarni ishga taklif qilyapmiz. Xulosa qilib aytganda, Buxoroda yangi futbol akademiyasining bunyod etilishi va Superliga o'yinlariga qizg'in tayyorgarlik jarayonlari bu mamlakatimizda sport sohasiga berilayotgan yuksak e'tiborning yorqin ifodasi. Davlat siyosati, aniq maqsadli qaror va farmonlar hamda joylardagi amaliy sa'y-harakatlar uyg'unligi natijasida Buxoro futboli yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Start oladigan chempionat bahslari esa ana shu islohotlarning real natijasini maydonda namoyon etishi shubhasiz. Aziz yurtdoshlar, biz bu galgi dasturimiz orqali Buxoro viloyat futbol klubi, bundan tashqari futbol akademiyasida amalga oshirilayotgan ishlar va shuningdek davlatimiz rahbari tomonidan viloyat futbol akademiyasiga, viloyat futbol klubiga qaratilayotgan e'tiborni sizlarning e'tiboringizga havola qildik va dasturlarimizni doimiy ravishda kuzatib boring.